ko'zimda teng kun davomida turmaydi, o'chib ketadi, yedirilib ketadi deydiganlar uchun eng yaxshi yechim bu konsiler. Har doim tengdan oldin qovoqlaringizni konsilerga to'yintiring. Bizning Faberlic konsileri 2 v 1 sponji o'zi bilan juda ham qulay. Har bitta ishlatayotgan qiz maza qilib ishlatadi. Chunki tengni surishdan oldin konsilerni suramiz, rastushovka qilib yuboramiz, yedirib chiqamiz va tengni suramiz. Kun davomida tengni stoykasini yo'qotmaydi. Keyin esa yana bitta dolzarb muammo, kun davomida yuzimda yaltirab turishini, makiyajim chiroyli bo'lib turishini xohlayman, rumyanalarim stoyki bo'lishini xohlayman deydiganlar uchun bizda yangi paletka. 4 ta funksiyani bajaradigan paletkamiz, ichida rumyanasi, konturing, highlighter hammasi bor. Maza qilib ishlatasiz. Juda ham chiroyli ranglar. Bitta effekt bo'linadi, kistichkasi bor. Ishlatib ko'ring, o'tsiz qoldiring.